Sabit Mingmixanov keyini ijod etilgan әлеге jir Tatar estraдасын yaratuvchilar ko'nglini yo'llab qana qolmadi. Muzikal qo'ymak hit paradында da birinchi o'rinlarga ko'tarildi. Bu avtorning tövge jiyintig'ina kirgan 18 populyar jirning birisi. Köptenге хыялым edindi menim. Bu jiyintiqni chiqaruvda sponsorlar yordam etdi. Bu endi jiyintiq 1000 tiraj bilan chiqdi. Tuganlarga, do'stlarga bo'lak etib de beramiz endi. Mana shulay taralırdır deb o'ylayman. Rais Fasihov boshqaruvidagi Kiyik qozlar, Sirina Zaynedinova boshqaruvidagi eng qodirli kishilarim, Ruslan Kerametdinovning qovushtirsin idijonlarni, bu jirlarni tomoshachi ko'pdan o'z etdi. Shuning bilan birga tövge albomda avtorning yangi jirlari da o'rin olgan. Bu jiyintiqqa men de bir jir boshqarib kirdim. Do'stim bo'ldi deb ataladi ul. Men uni ko'pdan jirlab yurayman endi. Bu studiyada yozilgach butunlay deb aytayman endi. Boshqacharoq yangrab ketdi. Boshqacharoq yangroq sulush olib ketdi deb aytsam da bo'lar. Sabit Mingmixanov "Men minglarim bilan baxtli" deb ataluvchi birinchi diskisin sentyabr oyida solniy konsert uzdirib shunda taqdir etmoqchi. Ham Nurlatlılar bu jiyintiqni жылы qabul etar deb ishonam. Bizden yaktan bo'lgach endi men shunday ko'targa shunday yerlar yozmalar yozilgach yaxshi endi. Молодец deydi bular. Tag'in shulay netin yapmadım jarlasın. Bu diskni olsam tınlarıyım. Sirina Zaynedinova bizning Nurlatniki bo'lib, biz uni jaratib tınlaymiz. Alırıyım. Meni tag'inida bir necha jirlari da jiyilgan aning. Esiyarini de jaratamiz. O büyük talantlı, o Sabit Mingmixanov. Talantlı, paramı o sürese de sözü. Anın bütün nesnesi, anın param büyük jerekke yetişli. Jirlarda anın motor, bayanda da yaxşı bunu. Yerine hiç kere bunu. O malayız, onlarga Allah Teala isanlık bilsin. Sağlık bilsin. Bu jiyintiqdagi so'nggi jir Rais Fasihov boshqaruvidagi Sog'bullashmayim jiri. Ham avtor shinlab da bizning bilan sog'bullashmay. Bugungi kunda Sabit Mingmixanov o'zining ikkinchi diskisini chiqaruv ustida ish olib boradi.